Ibn Abbas, Allah Allah'ın ikisinden de razı olsun, haber eder. قال كان بعث الوليد بن عقبة ابن أبي معيط إلى بني المستلق ليأخذ منكم الصدقات. Bir vakit Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem El-Walid ibn Uqba degan sahabasın El-Mustalik kavmına zekat jiyirga jibara. Zekat jiyirga jibara. وأنه لما أتاكم الخبر فرحوا. Ham bu halk mana işitkəş, yani Peyğəmbərimiz özünün kişisin alarga zekat jiyirga jibergen ikenin işitkəştin şatlıklarından şatlanalar, siyineler. فخرجوا ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ham şol şatlıklarından Allah jibergen kişini qarşı alu için ilerinden çıkalar barısı dağın. وأنه لما حدث الوليد أنكم خرجوا يتلقونه رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Haminde bu kişi yani Allah'ın Peygamberimizin sahabesi El-Walid ibn Uqba bu kişilerin şıkkanın işitkeştin kiri burulup gider. Fakale ya Resulallah. Ham Peygamberimiz yanına kaytıp ayta ey Allah'ın elçisi. İnne benil mustaliki qad menahu sadaka. Şunlukta Bani Mustalik kavmi kişileri sadakanı yani zekatını birden boş tarttılar. Karşı keldiler birga deb ayta. Yani aytalar bu sahabanın bu kavm bilen düşmanlığı bular deb aytalar. Ya endi şulay aytalar şu vakitte şeytan ana şulay indire. Yani ol uyli bu kişiler alar bitne çıgalar kirisinçe siyinçlerinden şatlıklarından çıgalar uramga. Şeytan bu sahabaga indire. Bu kişiler ana karşı soğuşurga çıgalar deb indire. Ham şoňa göre ol Peygamberimizge endi şulay aytırıp qaytıp ayta. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا. Haminde Allah'ın işisi bunu işitkeş bir katı aşulana bulara. فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kişilerge yani zekattan boş tartkanları için soğuş bilen çıkaracağına, soğuş kaşkarı bilen çıkaracağına ham şol vakitte bu kavimden Peygamberimiz yanına delegatsiya kele. Fakalu ham aytalar ya Resulallah ey Allah'ın elçisi inna huddisna anna rasulaka raja'a min nisfi tariq. Şundaqta ey Allah'ın elçisi bizge haber keldi. Sen bizge jiberen kişi yartı yoldan bize kelip jetmişe kiri burulup qaytkan eken. Wa inna khashina an yakuna innama raddahu kitabun ja'ahu minka li ghadabin ghadibtahu alayna. Haminde biz uyladıqdı bu kişi kiri aylanıp qaytkaçtın alla senden alarga xat keldim senden anga xat keldim eken yani kiri qaytu boyunca emir keldim eken kiri qaytu boyunca yani sen bizge aşulanıp аны шуңа кире кайтардым икән дип курыктык дип әйтәләр. Ва инна нагузу биллахи мин гадабиллахи ва гадаби расулих. Шундыкта без Аллаһка сыйынабыз, Аллаһның ачуыннан һәм аның илчесенең ачуыннан безгә карата. Ва анна расулаллахи истагтабтахум. Һәм инде Peygamberimiz bizning turda bizni xiyanatchi ekan deb o'ylamaganmi ekan deb qo'rqdik deb aytdilar bu kishilar, ya'ni shu delegatsiya. Va hamma bihim. Ham endi shunga ko'ra ularga hujum etarga jiyinganmi ekan deb qo'rqdik de. Fa anzalallohu azza va jalla ghuzrakum fil kitab. Ham shu vaqt Alloh Rabbimiz oyat indira. Bu kishilarga halin ochiqlov uchun oyat indira. Ham bu ayette aytila ya eyyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu.
Ey iman keltirgan bandalar, agar sizning yana nomussiz, to'g'riliqsiz kishi kelar ekan biror xabar bilan, ya'ni nimadir natija yasagancha boshqa bu xabarni ochiqlag'iz. Bu kishi durust aytdimikan? An tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ham Alloh Rabbimiz davom etadi. Ni uchun ni uchun bilishsiz, bu kishi durust aytdimikan, durust aytmadimikan? Bir gunohsiz kishilarga zarar keltirmas uchun. Bir gunohsiz kishilarga zarar keltirmas uchun, ham so'ngidan shu qilgan amallaringizga o'kinmas uchun. Qilgan amallaringizga o'kinmas uchun. Bik ibratli hadis. Ya'ni bir vaqt Allohning elchisi kishi jibara bir qavmga zakat jiyarishın. Ham bular endi siyinib, buni ishga o'ramga chiqalar. Ham bu kishi, ya'ni yo'lda bo'lgan kishi, Allohga keluvchi sahaba, bularning chiqqan eshitgach, bu kishilar anga qarshi sug'ishirga chiqqan deb o'ylaydi. Ham qaytib shuni, ya'ni bular zakatni beruvdan bosh tortdilar deb payg'ambarimizga aytadi. Yolg'isha, ya'ni. Ham endi payg'ambarimiz menga ochulana, ham endi hatto Allohga sug'ish bilan chiqarajinasi. Ham endi Alloh subhanahu taolo uni tuzata, ham to'xtata. Shunga ko'ra nida bo'lsa xabar keldi ekan bugungi kunda, nidir natija yasagancha bu xabarni tekshir. Bu xabarni tekshir, durustmi, yo'qmi? Albatta endi barliq xabarni tekshiradigan so'z, ya'ni kishilar ikki turga bo'linadi. Masalan, bor kishilar durust so'ylovchi kishilar. Sen bu kishini durustgina so'yla, ya'ni u taqvo, ya'ni Allohdan qo'rquvchan ekanini bilasan ekan. Albatta u aytdi ekan, anga ishonarga kerak. Yani nidir bilmagan kishidan, endi bu kishi o'zining yolg'oni bilan don ekan. Albatta bu kishining xabarini ishonarga kerak tugul, buni tekshirishga kerak, boshqa kishilardan so'rash kerak. Bu xabar durustmi ekan? Biz bugun bizning orada bu keng taralgan. Nidir hatto telefonlarimizda nidir xabar kelar ekan, SMS kelar ekan, mana shunday hal bo'lgan, mana shunday narsa bo'lgan. Hatto qo'ydan kelganini bilmaycha, tekshirmaycha, buni boshqa kishilarga, do'stlarimizga, qardoshlarimizga jibara boshlaymiz. Oshiqma, durustmi? Anda nidir fojia bo'lgan, qo'yandir nidir pojar bo'lgan, anda kimgadir aqsha yeyamiz. Balki u nidir aldaqshidir. Ya'ni shunday xabar bo'lgan. Oshiqma, tekshir. Balki bu yolg'ondir. Balki bu butunlay durust değildir. Sen de bunu bütün kişiye jiberib bitirdin. Hatırlaysınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Yolg'onchi bo'lur uchun eshitgan xabarni boshqalarga yetkazib yetadi dedi. Yolg'onchi bo'lur uchun eshitgan xabaringni boshqalarga yetkazib yetadi dedi. Shunga ko'ra, agar xabar keldi ekan, birata sen bilmagan kishidan buni tekshir, boshqalarga aytgancha, endi bir natija yasagancha, masalan, shunday kishi shulay ishlagan, shunday gunoh ishlagan, endi sen turib shulay deb aytgan. Oshiqma. Balki bu butunlay durust değildir. Sen endi natija yasab, qardoshing turunda nasharlik o'ylarga mumkin. Ya endi butunlay nidir gunoh ishlarga mumkin anga qarata, shulay xotiningga qarata, bolalaringga qarata, tug'anlaringga qarata. Shunga ko'ra bo'lgan xabarni tekshirishga kerak. Ham endi natijalar yasarga oshiqmasga kerak. Birata nashar natijalar, ya endi birata qardoshing turida nashar o'ylar kelganda barakallohu fikum.